Ota, yig'ishtiring hamma narsani, ketdik ko'chamizdan u yangi uyga. Yuring. Eshitmayman sizni. Yig'ishtiring narsalaringizni. O'g'lim, Jasur. Quloq sol menga. Bir marta emas. 100 marta aytdim senga. Meni kindik qonim mana shu hovlida to'kilgan. Men shu yerda yorug' dunyoni ko'rganman. Jasur. Bo'ldi dada, bo'ldi. Oyingni mana shu yerga olib kelganman. To'y mana shu yerda, mana shu hovlida bo'lgan. Boshimni og'ritmang. Tayyor yangi uy. Men nimaga shuncha uy qurdim? Men 5 yil. Seni tug'ruqxonadan mana shu hovliga o'z qo'lim bilan olib kelganman. Onang mana shu hovlida jon bergan. Uning arvohi mana shu yerda yuribdi. Nima qilasiz mana shu uyda? 4 ta odamni olib kelib bo'lmasa? Men ertaga o qizga qanaqa qilib uylanaman mana bu uyga? Men mana shu xonadonda jon beraman. Ketmaysizmi? Yo'q, ketmayman. Ota bir qop kepayga bermaydi bu uyni sizga. Mayli. Ertaga janozaga keladimi mana shu 100 ga 10 ta odam? Mana shu yerdan olib chiqasan. Mana shu yerdan olib chiqasan dedim. Bilganingizni